Derazadan tushgan nurda mening ko'zim bor. Elga qilgan savobingda bilki, yorug' yuzim bor. Gar g'aflatdan yiroq ersang, vujudingda o'zim bor. Bolam, otam o'lgan dema. Men o'zingda yashayman. Kim ortingdan duo qilsa, men izingda yashayman. Farzand inson ortidagi yonib qolgan chiroqdir. Chiroq yoqsang parvonaman, ruhim mening uyg'oqdir. Sen unutma, oxiratda har daqiqang so'roqdir. Bolam, otam o'lgan dema. Men o'zingda yashayman. Jondan aziz suygan o'g'ling ham qizingda yashayman. Ziyodulla aka, avvalambor bugungi suhbatimizga qimmatli vaqtingizni ayamay tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Oxirgi oylarda siz va oilangiz uchun nihoyatda qayg'uli bo'ldi. Haq o'lim padar buzrukvoringizni bu hayotdan olib ketdi. Eng yomoni og'ir kasallikka chalingan chog'larida ham mishmishlarning keti uzilmadi. Dadangiz ularni qanday qabul qildilar? Bismillahirrohmanirrohim. Bu gaplar o'zi chiqqani bu narsa rost emas bu. Masalan, odamlar bo'lgan o'zlari to'satdan bo'lib qoldi bu kasallik. Lekin bu mishmishlar sabab degan gap emas. O'zi to'satdan qon quyilib shunaqa bo'lib qoldi. Alloh irodasi endi. Mana shu ilgaridan bizni ajdodlarimiz, ulamolarimiz mana shu mavludni o'qib berishgan. Hop, murod nima? Mavluddan murod nima? Rasululloh alayhisolamning siyratlarini anglashdik. Qancha vaqt kasallik bilan kurashdilar? Aprel oyidan may, iyun oyigacha 2 oy. 2 oy kurashdilar kasallikni. Demak, undan oldin ham qon bosimlari ko'tarilib turardi. Qon bosimlari bo'lib turardi. Ziyovuddin, inson o'z o'limini oldindan sezadi degan gaplar ham bor. Bu diniy kitoblarda ham keltirilgan. Dadangizda so'nggi kunlarda qay o'zgarishlarni kuzatgansiz? Juda ko'p shoshib qolgan, ko'p narsaga shoshib qolganlar bo'lgan. Ya'ni ko'p tezroq ulguray degandek xuddi. Men fikrim, o'zimning fikrim bu. Balki sezganman yo'qmi? Ko'p narsani qilishlikka juda ham ko'p ish faoliyati ko'payib ketdi-da. Shundan balkim shunaqa deb uyimizda ham shu haqida men o'zim ham gapiradigan bo'ldim. Juda ham ish faoliyati ko'payib ketdi. Ishlari juda ham ko'p bo'lib ketdi. Ertalabdan kechgacha har doimgidan ko'proq bo'ldi-da. Ziyovuddin, tilla soat haqidagi gaplar ancha tushunmovchiliklarga sabab bo'ldi va bu haqda internet tarmoqlarida, har xil ijtimoiy saytlarda bu juda ham avjiga chiqib ketdi. Bu o'zi qanday sodir bo'lgan? Aslida voqea o'sha odam o'zlari aytganlarida u soatda o'zlarining muxlislari sovg'a qilgan soat oddiy bir soat bo'lgan. Bunaqa tilla soat emas, chunki tilla soat o'zi shariatda o'zi taqishlik man qilingan. Tilla soat musulmon odam taqishi mumkin emas, erkak kishiga man qilingan. Tilla soat bo'lmagan. Endi odamlarning shu gapi har xil bo'lar bo'lmas mishmishlar aytiladi shunaqa. Endi bunga raddiya bermaydigan darajada ko'payib ketganligi uchun shuning uchun odam raddiya berdilar. Hayitdan 2 kun oldin bu yerda meni soatim buzilib qoldi. Hani bura aytganda nimasi chiqib ketdi. Bu yerda bir yaxshi ukamiz o'tirgan edi. Qarab turdi, qora aka dedi, o'sha menga bering, tuzatib olaman, tabarruk dedi. Mana sizga deb berdim, olib ketdi keyin. Ertasiga inneniga hayitdan 1 kun oldin mana qora aka sizga bir hayitlik dedi. Endi men yoshimiz endi 59 ga kiryapman, yaqinda 59 ga kiraman.
ko'zoynakda nima qilaman. Shuning uchun kattaroq ekan, mana shu soat kattaroq ekan, yaxshi ekan, ko'rishda. Bizga soat juda kerak. Har bir minutimiz kerak. Shuning uchun taqib olib, u hech qanaqa xabar ham yo'q, boshqa ham yo'q. Keyin bir mana ozgina kunda shu narsa chiqib, butun nima bo'ldi? Keyin u yigitdan so'radim, bu qanaqa bu shunaqa $20,000 deb yozibdi. Bu oltinmi desam, yo'q, kuldi u kishi. Kulib aytdiki, qora aka dedi, buni 200-250 ga olganida amirlikka borganda ancha bo'lgan edi. Shuni men soatlarim ko'p, sizga bittasini hadya qilaman deb olib keldim. Bu unaqa narsa emas dedi. Shuni izohini berdik. Endi men xafa bo'layotganligim bu arzimagan narsaga tekshirmasdan, mendan so'ramasdan bu narsani nima qilyapti? Bular mana, ya'ni bular aytmoqchiki, mana shu imomlar shunaqa $20,000 soat taqadi, unday demoqchi. Birinchidan bu tuhmat. Ikkinchidan men hech qachon oltin soat taqmayman. Erkaklarga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oltin soat, oltin uzuk taqishni taqiqlaganlar. Ha? Bu oddiy soat. Hech bir insonni oila a'zolaridek bilish, o'rganish qiyin. Shu o'rinda bolaligingizda otangiz bilan bog'liq voqealarni eslab bering. Muhtaram zot oilada yaqinlar davrasida qanday inson edilar? Adamlarda ko'proq qil deb emas, o'zlari qilib ko'rsatish ko'proq menga juda ham ko'p e'tibor tortgan narsa. Hayolimda har doim xotiramda qolgan narsa shuki, adam o'sha bir narsani buyurib emas, balki o'shani qilishni chiroyli tushuntirardilar va o'zlari namuna bo'lardilar. Shu narsadan bizga ko'proq, masalan, kitob o'qishga qiziqishi, masalan, kitobni o'zimizga ham tavsiya berardilar, lekin ko'proq o'zlari o'qirdilar. Shu narsadan menga ham kitob o'qish masalan qiziq tuyulgan, shundan qiziqish menga uyg'ongan. Ilmga, shu adabiyotga masalan, badiiy adabiyotga, boshqa hamma narsaga qiziqishi adamdan ko'rib ko'proq o'rganganmiz. Mana shu ko'proq adamda shu qiziqtirish gap bilan emas, balki amal bilan bo'lardi ko'proq. Lekin hech qachon uni qil, buni qilma deb qattiq urishib boshqa qilmas, balki ko'proq namuna bo'lib ko'proq ko'rsatardilar. Shu narsa meni xotiramda ko'proq qolgan. Meni baxtim shundaki, meni tarbiyam bilan ota-onam, bobom va momom va u kishini otalari, onalari ham shug'ullangan. Dadamni buvilari 100 yoshlarida, men 10 yoshda edim, 3-sinfda o'qirdim. O'shangacha mashrablarni, huvaydolarni, navoiylarni o'qigan bir otin bibi edilar. Anvar Qori Tursunov aslida filolog, muharrir bo'lgan. Fanlar akademiyasi, yozuvchilar uyushmasi kabi dargohlarda faoliyat yuritganlar. Yillar o'tib din ilmi bilan yanada chuqurroq shug'ullanishlariga nima sabab bo'lgan deb o'ylaysiz? Yoshlikdan dinga qiziqish bo'lgan, o'sha buvilardan o'rganganlar, mana onalarning onalari masalan diniy saboqlarni o'rganganlar bo'lgan o'zi. Lekin rasmiy kirish o'sha 99-yildan aytayotganingizdek shunaqa bo'lgan. O'zi yoshlikdan bo'lgan. O'sha adabiyot bilan bir qatorda o'sha diniy ilmlarga qiziqish ham o'sha yoshlikdan bo'lgan. Bu narsani o'zlari aytib berganlar. O'sha buvimiz rahmatli onalaridan, dadamizni onalaridan o'sha ilk diniy saboqlarni o'rganib borganlar. Namozni, Qur'onni, shu ko'p shu tahorat, namoz, shu diniy saboqlarni ilk saboqlarni o'sha buvlarimizdan o'rganib borganlar. Lekin o'sha rasmiy hozir aytganingizdek o'sha aniqlagan bosqich boshlangani o'shandan boshlangan. Men boshqa bolalarga o'xshab ko'chalarda to'polon qilib yo bir kiyimim kirib bo'lgan emas. Onam aytadilar-da, hozir ham alhamdulillah onam 80 ga kirdilar. Ukalarimga aytadilar. Bu akalar umrida bir ko'chada bir kiyimi kirib bo'lib yo bir nima bo'lgan emas. Har doim o'sha buvilarning oldida yoshligimdan bir kattaga o'xshab o'sganman, yosh kattaga o'xshab. 10 yillar muqaddam Anvar Qori o'z xonadonining ostonasida uyushtirilgan suiqasd hech kimning yodidan chiqmaydi. Bu kunlarni eslash siz uchun qanchalik og'ir bo'lmasin, unutib ham bo'lmaydi. Dadangiz bu kunni qanday eslardilar? Suiqasd uyushtirganlar borasida qanday taxminlari bor edi? Asl voqea o'sha kuni men birga edim. 2009-yil, 29-iyulga 31-yilga shunaqa oxiri, iyul oyining oxiri edi. O'sha paytda kechqurun soat 10 lardan oshganda o'tirganimizda
kitob o'qib o'sha hovlida o'tirgan holatda qo'ng'iroq chalindi. Uyga qo'ng'iroq chalindi. Keyin ikkalamiz o'tirgandik, chiqchi dedilar. Ya'ni har doim keladi uyimizga odam, tadbirga yetib, boshqa har xil ishlar bilan savollar bo'ladi, boshqalar keladi. Har doimgidek chiqib gaplashdim. Chiqsam, bir odam turibdi. Gaplashib, ishim bor edi dedi. Yaxshi so'rashgandan keyin, "Xo'p" dedim, kirdim. Har doimgidek odam biz o'sha bir savoli bordir yo bir tadbirga yetgani kelgandir deb kirganlar. Kirib, unda dodam rahmatli ham tur edilar. O'sha eshikni ochib, dodam chaqirganlar, dodam tushganlar. Keyin amakim kelib, yonimizdagi politsiyaga olib borib, shundan keyin operatsiya boshlandi. Insonni ongini o'zgartirish eng qiyin narsa. Qur'onda ham shunaqa oyat bor. 2 marta keladi. O'zinglarni o'zgartirmasanglar, men o'zgartirmayman, harakat qilib dedi. Anvar qori davlatimiz rahbarlari bilan muntazam muloqot qilib turardi. U kishining davlatimiz ravnaqi yo'lidagi chiqishlarini ko'p eshitganmiz va bilamiz. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvlariga oid xotiralarni so'zlab bersangiz. Bosh vazir bo'lgan paytlarida ham yaqin bo'lishgan. Undan keyin ham mana hozir prezident bo'lganlaridan keyin ham juda ham ko'p suhbatda bo'lib gaplashishgan. Unda ham rosa to'lqinlanib, har bo'layotgan o'zgarishlarni hammasini samimiy ichlaridan, qalblaridan gapirardilar. Juda katta o'zgarishlar bo'layotganligini, o'zgarishlarni dinimizga, yurtimizga, xalqimizga juda ham katta bir ishlar bo'layotganligini chin dildan, chin qalblaridan, masalan, o'zimizga ham, muxlislarga ham gapirardilar. Jumada ham hurmatlari cheksizdi. Ikkala prezidentimizga ham. Buni chin qalbdan, masalan, o'zaro gaplashilganda ham bu haqda juda ko'p masalan gaplashib o'tirardi, masalan, har bitta qilgan ishlarini. U oldingi prezidentimiz haqlarida ham juda ko'p bo'lardi. Hozirgi prezidentimizni ham qilayotgan ishlarini chin dildan, chin qalblaridan, samimiy juda ham hurmat bilan gapirardilar. Va uni qo'llab-quvvatlardilar. Dadangiz televideniyadagi yoki juma namozidagi ma'ruzalariga, xalq oldilariga chiqishlarida qanday tayyorgarlik ko'rardilar? Faqatgina diniy adabiyotlarni o'zi bilan cheklanib qolmasdilar. Hamma, masalan, gazetami, jurnalmi, har oyda chiqadigan gazeta, jurnallar bilan ham, masalan, ularga ham obuna bo'lgan edilar. Navoiyni o'qimagan kunlari yo'q edi, masalan, Fuzuli, Mashrab, Mumtoz adabiyotni hammasini o'qirdilar. Keyin shu hayotiy bo'lgan voqealar, masalan, ko'proq kitobiy emas, hayotiy narsalarni ko'proq gapirardilar. Ma'ruzalarida ham hayotda juda ko'p bo'lgan voqealar, o'zlari o'sha hal qilgan masalalari, masalan, oilaviy ishlar bo'yicha kelishadi oldilariga, shular bo'yicha ibrat bo'lsin deb. Ko'proq hayotiy narsadan gapirardilar. O'sha o'qiydigan kitoblari ham ko'p, juda ham ko'p turli xil kitoblar. Masalan, Mumtoz adabiyotni ham o'qirdilar, hozirgi zamon adabiyotini ham o'qirdilar. Masalan, har bitta adabiyot o'qirdilar. Arabiy kitoblari ham, o'sha diniy kitoblarni ham hammasini ko'rardilar. Shu bo'lardi. Bir yoqlama emas. Masalan, faqatgina diniy kitobni o'zi bilan tayyorgarchilik ko'rish emas. Mumtoz adabiyotni ham, hozirgi zamon adabiyotini ham, kerak bo'lsa o'sha jurnal, gazeta, jurnal har bir oyda, har bir hammasiga obuna bo'lganlar. Shular bilan tayyorgarchilik hammasini ko'radilar va hayotiy bo'lgan voqealar. Ziyovuddin, bizning muxlislarimiz oddiy xalq bo'lganligi sababli biz xalqchil savollarni berishga harakat qilamiz. Men aynan Anvar qorini nazarda tutmayapman. Ba'zi bir mashhur qorilarimiz borki, uyimizda biror bir diniy marosim qilamizmi, otamizni o'lgan kunlari bormi yoki bo'lmasam farzandimizga diniy marosim qilamizmi, ularni tashrif buyurishi uchun qanchadir summani berib xonadonimizga taklif qilamiz. Mana siz tug'ilibsizki, Anvar qori xonadonida qanday vaziyat bo'lgan? Biron marta hech kimdan masalan
palon berasan, palon pul berasan degan narsani mutlaqo aytmaganlar. Bu narsani o'zlari ma'ruzalarida ham juda ko'p marta aytganlar. Biron marta masalan biz hali yosh bo'lganimizda ham shuni o'zlari aytgandilar menga. Biron marta birovga falon narsa berasan, faloncha berasan degan narsa bo'lmagan. Mutlaqo bo'lmagan. Unaqa ta'magirlik mutlaqo u narsa masalan birov o'sha ehson qiladigan odam bir narsa ko'tarib keladigan bo'lsa ham masalan mana shu narsani olsangiz desa yo'q men olmayman degan joylarni o'zim juda ham ko'p marta ko'rganman. Masalan odamlar zakat deganday qiladi-ku, vohli mana shu borsangiz o'sha kuni borsangiz inshaalloh boramiz, Alloh nasib qilsa boramiz. Birovlar ishonmasdan masalan borarmikin, boshqa anaqa qilmasin degandek ehtiyotini qilib qo'y deb masalan birov bir narsa berib ketgan degan joylarni ham juda ko'p ko'rganman-da, juda ham ko'p bo'lgan masalan shunaqa odamlar. O'shanda masalan juda qattiq anaqa qilib olmasdilar. Birovlar aytadigan bo'lsa ham nech pul bering deydigan bo'lsa, hattoki jahllari chiqib ketardi. Men bormayman unda degan joylarni ham eshitganman-da o'zim. Bormayman men unaqa deydigan bo'lsangiz. Mutlaqo men birovdan bir narsa so'raganlarini men bilmayman, eshitmaganman. O'zi mutlaqo hech kimdan. Biron. Ziyovuddin mana hammani ro'zg'ori bor, qozon tovog'i bor, farzandlari bor. Siz nima deb o'ylaysiz? Shu to'g'rimikin? So'ralishi shartmikin? Yoki ilmini sotishmikin? Nima deb o'ylaysiz? Xolis u odam beradigan bo'lsa bir narsani olishlikda u masalan u hadya qilib beryapti. Uni masalan uni yomon anaqasi yo'q masalan. U o'zi beryapti u. O'zi chin dildan, chin ko'ngildan chiqarib berilayotgan narsa. Lekin so'rab olish noto'g'ri narsa. Uni otam ham juda ham ko'p aytardilar. Adam rahmatli bu so'rab olishlik noto'g'ri dedilar. Lekin beriladigan bo'lsa, u xolis chin dildan beriladigan narsa, uni olishligi yomon deb bilmayman. Ziyovuddin, endi oilangiz haqida gapirib bering. Akalaringiz, opalaringiz haqida. O'zi 5 ta farzand ekansizlar. 5 ta farzandmiz. 3 ta o'g'il, 2 ta qiz. Katta akam, Nizomdin akam, opamlar Gulnoz opam, keyin akam Nuriddin akam, men va bitta singlim Muborak degan singlim bor. 5 ta farzandmiz. Akalarimiz moliya sohasida, bank sohasida. Katta opam ham, akam ham ishlaydilar. Katta akam tijoratda o'sha birlamiz akam bilan. Kichkina singlim kollejda o'qiydi. Kasb-hunar kollejida o'qiydi. Nega dadangizni sohalarni davom ettirmadingiz? Davom ettirish niyatim bor, xohlasa. Odamlarning sohalarini, kitoblarini ko'p o'qitganlar. O'zlari asosiy ustozim men adam bo'ldilar. Ziyovuddin, ismingizni kimga havas qilib qo'ygan dadangiz? Adamlarning ustozlari Shayx Olovuddin Mansur hazratlari meni ismimni qo'ygan ekanlar. O'sha tug'ilganimda shu shoda bo'lishgan ekan. Adam bilan birgalikda bo'lishgan ekan. O'shanda Ziyovuddin deb qo'ygan ekanlar ismimni. Katta akamning ismini ham Nuriddin adam o'zlari qo'yganlar. Katta akamning ismlarini Nizomiddin Mir Alisher Navoiy hazratlarini o'sha qilib juda ham muxlis bo'lganlar. Hazrat Navoiyni juda ham qattiq yaxshi ko'rganlar. O'zi o'sha Anvar, Ziyo hammasi o'sha nurga bog'liqligi hammasi. Shunisi ham aytilgan bo'lgan. Masalan, o'zi ismlari Anvar, ustozlari shunday aytgan ekanlar. Ziyovuddin qo'ysangiz, uyingizda chiroq yoqmay o'tirsangiz ham bo'laverar ekan endi degan gapni gapirgan ekanlar men tug'ilganimda. Chunki Anvar, katta akam Nuriddin, meniki Ziyovuddin, hammasi nurga borib. Ziyo, nur, Anvar, nurning ko'pligi bu ham shu ma'noda shunaqa ziyoli, nurli bo'lsin
balki shu o'lganliklari shunaqa bo'lgan. Bugungi tashrif uchun sizlarga rahmat. Adamning muxlislari, o'sha shogirdlari, muxlislari, hamma Adamni hurmat qilgan hamma xalqimizni shu muxlislariga kattadan katta rahmat deymiz. Oilamiz nomidan bizga shu hurmat ko'rsatib, ta'ziya bildirib kelgan barcha o'sha muhtaram prezidentimiz birinchi o'rinda, keyin boshqa barcha muxlislariga kattadan katta tashakkur bildiramiz oilamiz nomidan. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم farzandim o'xshasin yoki bir ixlos qilgan odamlarga ilohim Adamga o'xshaydigan insonlar yana chiqishligini Allohdan so'raymiz. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.